Ittifoqdagi metan zapravkani sotamiz. Bugun do'stlar, Andijonda izboskanida ittifoqda shunaqa uy borki, grantini ochsangiz ham gaz oqib tushadigan tayyor biznesi ham borda, shaharda olib kelasiz, ishirasiz, boqqa olib chiqib turib sotib yuborasiz. Tushadigan ikki tomonlama yo'l, bir tomonidan sattariflarni bilasiz, bir tomonidan azim zapravchilarni oldidan bemalol kirib, shu yerda yashash imkoniyati bor. 8.2 sotik 4 xona oldi ayvon, oshxonasi, hammom hojatxonalari alohida. Pastki qavatlari to'liq podval bilan qoplangan. Jamoamiz a'zosi Jasur aka o'z uyini 42 yoshida o'z xohishi bilan sotishga qaror qildi. Bundan beri faqat o'zim uchun yashayman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda gaz, svet, suv, ichki kanalizatsiya, ikki tomonlama yo'l, xullas infratuzilma va qo'shnilar, eng asosiysi haqiqatda zo'r odamlar. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, shunday gazli uyimizni bo'lib ham hamma yo'g'i gazabalo emas, gazda qurilgan. $85,000 baholaganmiz. Jasur akani o'zini nomerini qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib savdolashib olishingiz mumkin. Shunday notariusda pul beraverasiz. Bilasiz, Jasur aka oldindan 100 so'm ham olmaydi. Bunday qilib o'tadi, ya'ni Meksikani kinolarida. Aloqaga chiqing, bunaqa gazli uylarda albatta Jasur akani premium uylardan topasiz.